Hop, demak davom etamiz. Demak, birinchi qismda sizlar bilan o'sha one-hot encodingni o'tishni boshladik. Hop, demak, nazariy tomonini tushuntirdim va koding tomonini ham boshlagan edik. Hop, umumiy olganda, mana ekranlarda ko'rib turganingizdek, one-hot encoding qanday bajaradiki, o'sha encoding bo'ladigan ustunni, ya'ni albatta bu objekt bo'lishi kerak, o'sha ustunni oladi va klasslar bo'yicha, ya'ni nechta klassi bo'ladigan bo'lsa, har biriga alohida-alohidadan ustun yaratadi va ichidagi qiymatlarni 0 yoki 1 larga almashtiradi. Haqiqatan ham o'sha qatordagi qiymat a, o'sha qiymat bo'lsa, ya'ni qizil red bo'lsa red, unda 1, aksincha u bo'lmaydigan bo'lsa 0 qo'yadi xolos. Ya'ni sizlarda ikkita yechim bo'ladi, 0 yoki 1. Ya'ni true yoki false, ha yoki yo'q shaklida davom etadi. Demak, mana bu kodingni ham ko'rib turganinglarda nima qilyapmiz? Birinchi ishimiz, ya'ni dummy elementlar yaratib oldik mana. O'zinglar ko'rganinglarda dummy elementlar yaratib oldik. Lekin mana o'zinglar ham ko'rib turganinglarda bu yerda nima qilyapti? Hali bu objektligiga turibdi. Va size'ni o'zini ko'radigan bo'lsak ham mana XL turibdi. Chunki biz nima qildik? Biz mana bu dummyni haqiqiy datasetga qo'shmadik hali. Ya'ni birlashtirishimiz kerak. Biz hali mana bunaqa ustun yaratib oldik, lekin original ustunlarga qo'shmadik. O'sha muammoimiz turibdi va bu ikkinchi biz ishimiz bo'ladi. Birinchi ishimizda dummy elementlar yaratib olamiz ekan, ikkinchi ishimizda nima qildik? O'sha original ustunlarga qo'shishimiz kerak. Demak, bizda original ustunlar man maytlarga yozib yurmayapman, original ustunga qo'shamiz degan narsalarni uni yaxshi eslab, mana bu videoni ko'rib, moslab yozib olasizlar. Yana bizda ikkinchi ishimiz nima bo'ldi? Ikkinchi ishimizda def, ya'ni o'sha bizni qolgan bu tomondagi datasetimizga mana bu yangi yaratgan datasetimiz, ya'ni mana bu dummysan bir kichik datasetchi. O'shani qo'shishimiz kerak bo'ladi. Yoki fan tilida concat deydi. Concatenation degan tushuncha bor. Concat qisqartmasi bo'ladi. Mana bu get dummysga o'xshagan tushuncha bo'ladi. Ya'ni o'sha ikkita datasetni birlashtirish uchun ishlatiladigan kod bor. Concat o'shani qilib ishlatishimiz mumkin bo'ladi va qanday bajaradi? Uning uchun demak pd.concat olinadi. Concat qilib xavf solsanglar o'z-o'zidan rangi o'zgaradi. Rangi o'zgaryaptimi? Demak, bu oldin mana bu orqa tomonida built-in function hisobida yoritib berilgan degan xulosani olsanglar bo'ladi. Demak, concat bo'ldi va turlicha xavf ochasizlar df.drop qilasizlar. Ya'ni bu nimaga ishlatilyapti? Qaranglar, bizning maqsadimiz nima? Maqsadimiz mana bu size'ni nimaga aylantirish? Yoki integerga floatga aylantirish. Xo'p, endi bu one-hot encodingda usuli qanaqaki, buni o'rnini bosadigan mana bunaqa ustunlar yaratadi va originalini tashlab yuboradi. Chunki originalida objektga kerak emas bizga. Originalni tashlab yuboradi. Bu o'sha one-hot encodingda ishlash prinsipi shunaqa bo'ladi. Yana nima keragi bor? Mana bu o'ylaydi, mana bu color bilan yonida yana red, yellow, greenlar bor. Mana buni keragi yo'q edi, to'g'rimi? O'rniga mana bu uchalasi o'sha gapiraveradi. O'sha ma'noni beraveradi. Shuning uchun maqsad shunaqaki, original ustunni tashlab yuborish kerak bo'ladi. Shuning uchun bitta def drop nima qilyapmiz? Original ustunni tashlab yuborish uchun koddan foydalanyapmiz va qaysi ustunni tashlab yuborishimizni aytib qo'yamiz. Biz aynan ustunimizni nomini aytib qo'yishimiz kerak. Bu size bo'ladi. Size degan ustunni nima qilyapmiz? Tashlab yuboryapmiz. Chunki mana nomi size turibdi. Qaysi ustunni tashlab yubormoqchi bo'lsanglar, xuddi shunaqa qilib qilasizlar. Agar ikkita bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan ikkitali turibcha qog'oz qo'yasizlar. Eslab qolinglar. Kodini aytmagan bo'lsam ham, mana bu nazariy bilimlarni ham eslab ketinglar. Kerak bo'lsa ikkitalik qilib tashlab ko'ringlar, eksperiment qilinglar, izlaninglar. Mana bu notebook fayl bekorga IPMB fayl ochilmagan. IPMB faylni ochilishdan maqsad eksperiment o'tkazish oson bo'lsa. Py fayl bo'ladigan bo'lsa bitta chiqadi, hamma kodinglar aralashib ketadi. Demak, original ustuni tashlab yuboryapmiz. Bu qoida bo'yicha va keyingisi qaranglar. Kod shunaqaki qaranglar. Mana bu size'ni originalini tashlab yubor va mana bu tepadagi 17 ta bilan, mana blok olyapman qaranglar. Tepadagi 17 ta bilan, blok olingan bilan mana bularni qo'sh degan. Tushunyapsizlarmi? O'sha kodni bajaryapmiz. Demak, concat drop qilib tashlab yuborilgan holat mana, tashlab yuborilgan ustun va mana bu yerga dummy yozamiz. Ya'ni dummy'imiz nomi mana dummy deb belgilab olganmiz. Xo'p, uni yozib oldikda va keyingisiga nima qilyapmiz? Access ten birlab qo'yamiz. Access ten bir. Mana. Endi df info qilib ko'radigan bo'lsak, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Yangi qo'shilgan ustunlar paydo bo'ldi mana. Ustun 2xl ustun va ularimiz integer va bizda haligi oldingi size degan ustunimiz nima qildi? Yo'qoldi. Bilasizlarmi? Ha, nima qildik? O'sha
encodingdan encodingni tatbiq qildik, ya'ni objektdan kategoriyaga o'tdik, ham yangi ustunlar yaratib oldik. Bu one-hot encoding usuli. Kodini qaytarib beraman. O'zi asli bu kod bunday kod qarang. Demak, df deydigan bo'lsanglar, pd.concat o'zi qoidasi bunaqa. df1 virgul df2. Ya'ni o'zi shu asli kod shunaqa bo'ladi. Ya'ni bitta datasetni birlashtirish uchun ishlatiladi bu kod. Endi bizni df1imiz nima? Df1imiz mana bu virgulgacha bo'lgan joyi. Mana qarang. O'zim alohida qilib buni olsanglar nimani beradi? Buni oladigan bo'lsanglar, bu o'sha mana bu qismni beradi. Haligi o'sha mana buni o'zini, ya'ni size yo'q qismini beradi. Hop, bu df1. Endi df2miz nima bizda dummies. Dummy. Ya'ni df2miz mana. Bu ham datasetda o'sha yangi tayyorlab olganimiz bilan eskisini birlashtirib qo'yapmiz xolos mana bu joyga. Va ustunlar bo'yicha ish qilayotganimiz uchun existing deb qo'yapmiz bo'ldi. Demak, ikkita qismdan iborat bo'ladi. O'zi tez yozilib ketinglar. Buncha ko'p muhokama qilayotganimiz sababi sizlar bilan endi ko'rayotganimiz, oldin sizlar bilan ko'rmaganimiz uchun men o'sha har bir qismini, har bir bo'limini tushuntirib beryapman. Xo'p, demak, bu ishni one-hot encodingni qilish uchun bizda ko'rganinglardek ikkita asosiy ish kerak bo'ldi. Birinchisi get dummies bo'ldi. Sun'iy elementlar yaratib oldik. Ikkinchisi concat bo'ldi, birlashtirish uchun bo'ldi. Va dropni ham qo'lladik, ya'ni o'sha original ustunani nima qildik, tashlab yubordik. Bu drop sizlar uchun begona emas. Bu biz o'tganmiz uni. Ya'ni oldingi mavzuda o'tgan dropimiz qanaqa edi? Bu har xil usul. Mana bu dropni o'zida ishlayotganimiz mana. Xuddi shuni mana bu bugungi usulimizga o'xshab ishlasanglar bo'ladi. Def drop qilib, demak bunga kolonnasida turib, keyin bunday qilib size ketsanglar ham bo'ladi. Mana yoki buni o'zini qilib ketsanglar. Bu bilan buni nima farqi bor? Qaranglar. Mana buni farqi bittali ustun bo'lsa, size'ni o'zini tashlab yuborayotganingizda yaxshi. Lekin agar sizlarda bittadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana uni misol uchun size bilan tasavvur qilinglar, ID ni tashlab yubormoqchimiz. Mana. Unda access teng 1 va virgul in place teng true deydigan bo'lsak, mana misol uchun buni bajaramiz. Mana topinglar, ID ga qo'shimcha qo'ymabmiz. Bo'ldi, demak size tashlab yuboramiz. So'ng kod datasetni boshqadan chaqiramiz. Hop, qilamiz. Bizda ID ham bor, size ham bor. Size ID ham found in access. Topinglar. Buni place and qilmaylik hozircha. Mana kodni bitta bosganinglardan keyin xato bo'lsa ham, yarim ishlamasa ham, yarimida hozir aytayotgan xatolik bo'lishi mumkin. Ya'ni aytayapti-da, size found topilmadi deyapti. O'shaning uchun hozir mana bu yerda size bittalab topsak ishlaydi. Mana ishlayapti. Bittalab qilayotgan bo'lsanglar. Hozirga o'xshab turib, kolonnasini topadigan bo'lsanglar, unda ishlamasligi mumkin, chunki bu o'zi topilmayapti. Chunki size tashlab yubordinglar-da. Chunki hozir df ni topadigan bo'lsa ishlamaydi. Shuning uchun aytmoqchi bo'layotgan holatim, xohlasanglar buni ishlasanglar bo'ladi demoqchiman. Aynan mana buni ishlashiga isboti mana bu joyda ishladik mana. Ko'rdinglar? Hozir mana bu kodimizni o'zida mana nima qildik? Def drop qilib kolonnasida turib size qildik. Ya'ni o'sha qaysi o'zingizlar ham ko'rayotganinglarda bu kolonnas ko'plikda. Kolonnalar tashlab yuboradigan kolonnalar bo'lyapti. Shuning uchun buni ikkitali false ketsanglar bo'ladi va tashlab yubordinglar mana bu dummy-ga qo'shib oldik. Shuning uchun. Demak, mana buni ichida, one-hot encoding ichida mana bu strukturani ishlatasizlar. O'z-o'zidan, demak, birinchi undan oldin nima qilasizlar? Get dummies ni yaratib olishinglar kerak bo'ladi. Xuddi shu holatimiz bizda nima bo'lyapti? One-hot encoding ishlash bo'lyapti. Undan oldin bitta ish qilganmiz, birinchi qismda esingizda tursin. Nima qilganmiz? Number of unique qilganmiz. Doimo one-hot encoding ishlatishdan oldin number of unique qolasizlar. Ya'ni ozgina analiz qolasizlar. Ya'ni one-hot encodingni qo'llashinglar kerak bo'ladigan ustunlar bilib olishinglar kerak. Ya'ni har doim ishlatavermaysizlar, aytib o'tganimdek. Ya'ni mana misol uchun hozir xo'p, endi xato holatni ham ko'rib bering sizlarga. Xato holatni ham ko'rib beraman va o'zingizlar xulosa qilsanglar bo'ladi. Qarang. Ya'ni nima deganim? Xato bo'lib qolganda qanaqa bo'ladi hozir ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, mana bu yerda def info qilamiz.
ko'rayotganinglarda player name object turibdi, to'g'rimi? Mana shu player name'ni ham encode. Xuddi shuni nima qilamiz? Player name'ni qo'yib ko'ramiz. Player name. Ishlaveradi kodi. Mana har bir o'yinchi uchun ertadan ustun yaratdi. Endi mana bu originalga qo'shaman, nima bo'ladi ko'rasizlar. Bitta ham player name bo'ladi. Bo'ldi. Info qilamiz. Info qilganimizda ko'ryapsizlar, oldingi infoimiz bunaqa ko'rinishda, to'g'rimi? Ya'ni bunaqa ko'rinishda deydi. Aniqrog'i mana bu ko'rinishda. ID, player name hammasi bor. Ya'ni 453 ta ustun dataset shunaqa ko'rinishda ko'ryapti. Null count type'lar bor. Endi mana buni qo'shsam nima bo'ladi? Drop qilib tashlab yuborib qo'shadigan bo'ladi. Player name qayerda qoldi? Player name buni xato yozyapsiz, manimcha to'xtanglar. Player name'da o'zini olaylik. Ha, to'xtanglar. Konkretda qilamiz, buni tashlab yuborganmiz. Mana bu joyini o'zini ochaylik. Mana shu yerda o'zini. Lifting rope, pickend. Not found in expert. Nimaga topilmayapti bu? To'xtanglar, bir qilamiz buni. Hop, datasetimizga yuklaymiz. Hop, hozir player name bor mana bu yerda. Object qilmoqchimiz. Hop. Demak, va bundan keyingi qiladigan ishimiz nima? Keyingi qiladigan ishimiz one-hot encodingda dummy elementlar yaratib olish. Hop, aynan player name'ni qo'yamiz bu yerga. Bu dummy elementlar yaratdi. Mana dummy elementlar yaratildi. Hop, endi hali drop ko'rgan yo'qmiz. Hop, endi xuddi o'sha kodni dev drop columns player name oldingi holatda ishlagan. Hop, demak shunga qo'llab ko'ramiz. Mana ishladi kodimiz. Kodimiz ishladi. Mana ko'ryapsizlar va endi qanaqa xatolik bo'ladi deydigan bo'lsak, endi def infoni ochamiz qaraydi. Ochsak ko'ryapsizlarmi? Info ochganimiz unaqa ko'rinishda bo'lib qoldi. Sababi nima? Sababida bu yerda aslida xatolik bo'lmayapti. Shunchaki bizda ko'rayotgan bo'lsanglar 453 ta qatorga 471 ta ustun bo'lib ketyapti. Ya'ni balans buzilgan. Shuning uchun kollaps bo'lib qolgan. Datasetimiz deyarli 465 kilobayt, ya'ni 1 megabaytga yaqinlashib qolgan, lekin o'zi aslida juda kichkina datasetimiz. 63 kilobayt. Ya'ni ustunlar soni juda ko'payib ketganligi uchun shunaqa holat ko'rsatib chiqarislarda ham bo'lib qolishi mumkin. O'shanda nima xato bo'lyapti endi o'ylamanglar-da. Ya'ni bunda o'sha me'yordan ortib ketgani. Shuning uchun ham doim aytib o'tayotganimdek, one-hot encodingni ishlatishdan oldin unique qilish kerak. Ko'rib olish kerak. Qaysini qo'llay olaman? Ya'ni bunaqa holat bo'lib ketmaydimi menda? Mana bu hozirgidaqa holat bo'lmaydimi? Albatta uning uchun ozgina vaqt kerak. Ya'ni sizlar o'sha tushunib olishinglar uchun datasetinglarda qatorlar sonidan kelib chiqqan holatda bajarasiz. Xudo xolasa uni maqlasa tushunib olsanglar bo'ladi. Demak, one-hot encoding shunday iborat. Endi biz level encodingga o'tamiz. Shuning uchun one-hot bo'yicha kimda savol bor? Tushunmagan joylar bo'lsa so'rab olinglar. Aralashib ketib qoladi level bilan. Qayerda, qanaqa joyda? Kodingdanmi, nazariya tomondanmi tushunmagan bo'lsangiz so'rab olinglar. Menda bitta savol bor edi. Eshitaman. One-hot encoding qilishda number of unique'ga qaraymiz dedik-a. Hop. Qarayotganimizda mana ustunlar soni qatorlar soni ustunlar sonidan oshib ketmasligi kerak, to'g'rimi? Yo'q. U oshib ketish emas. Qaranglar, ma'no bo'lishi kerak-da. Featurengiz juda ko'payib ketsa, ya'ni ustunlaringiz juda ko'payib ketadigan bo'lsa ham bo'lmaydi. Bu haqiqiy machine learningning muammosi bo'lib qoladi-da. Ya'ni qanaqaki feature me'yorida bo'lishi kerak. Doimo balansda bo'lishi kerak degani nima degani? Ikkalasi teng bo'lishi kerak degani emas. Mana misol uchun sizda 10 mingta qatoringiz bo'lsa, 20 ta feature shunga o'xshagan bo'lishi kerak. Uni masalan hali proporsiyasi bormi foizda? Yo'q, unaqa proporsiya yo'q. Uning uchun tajribadan kelib chiqib bilinadi. Oz bo'lishi kerak deydi. Albatta ozgina shu adashtiradigan joy bo'lishi mumkin. Xullas, sizda featurelar kamroq bo'lishi kerak vaziyatga qarab. Mana misol uchun o'sha 10 mingtangizga 10 ta feature bo'lib qolsa, oz u. Albatta feature ko'proq bo'lishi kerak. Bu feature qanaqaki kitobda chapteri bobi desangiz bo'ladi. Qancha bob o'ta ko'p bo'lib ketsa ham bo'lmaydi, o'ta oz bo'lib ketsa ham bo'lmaydi.
Ha, bo'ldi. Tushunarli. Xo'p, yaxshi. Demak, tushungan bo'lsanglar, ya'ni endi biz keyingi encoding turiga o'tamiz. Bitta encoding turini ko'rib berdik. Keyingisimiz bizda label encoding hisoblanadi. Label encoding ham muhim bo'lgan encoding turlaridan biri hisoblanadi. Albatta, coding tomonda va albatta farqli tomonlari bor. Uni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, nomi bor label encoding. Ya'ni label, ya'ni label bilan, ya'ni o'rniga tamg'a bilan almashtiradi desa bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsalar, bu osonroq. Marketing codingga qaraganda nisbatan emas, anchagina oson desa bo'ladi. Bu qanday bajaradi? Mana bu yerda timlar bor. A team, B team, B, C. Bunda number of unique qiymatlarini topish, shunga o'xshagan qo'shimcha ishlarni ga vaziyat qolmaydi. Qaranglar, team A da nima bilan 0 bilan almashtiryapti mana. Team A da o'rniga pointlar raqamli bo'lgani uchun shunday ko'chyapti. A 0 bo'lyapti, B 1 bo'lyapti, C 2 bo'lyapti. Ya'ni bu qanday bajaradi? Bitta qoidasi bor. Bu kategorikal qiymatlarni alifbo tartibida ketma-ketlikda 0 dan boshlab Z gacha, 0 dan boshlab nechigacha qiymat bo'ladigan bo'lsa, o'shaga almashtiradi. Alifbo tartibida. Eslab qolinglar. Alifbo tartibida almashtiradi bo'ldi. Buni label encodingda, one hot encodingga o'xshab birorta ustun yaratish yoki tashlab yuborish, shunga o'xshagan narsalar bo'lmaydi. Buni birdaniga o'sha obyektdan numerikaga almashib qoladi xolos. Bilasizlar, demak buni label encoding qanday ishlaydi degan savol bo'ladigan bo'lsa, buni umumiy xulosa qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni bundagi asosiy urg'u shundan iboratki, ya'ni bunda o'sha alohida qilib nima qilish shart bo'lmaydi. Encoding qilish yoki ustun yaratish shart bo'lmaydi. Shu aynan shu qoidasi bo'yicha alohida xulosa qilib bo'ladi. Hop, demak, mana shuni, lekin buni ishlatish uchun bizga asosiy kerak bo'ladigan joyi bor. Shuni bilib olishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni label encoding deyishimiz mumkin bo'ladi buni. Label encoding uni ko'ramiz va biz data setimizni ko'ramiz. Qanaqa holat? Eski hozir buzilib qolgan holat ekan. Uning uchun biz data setimizni bu holatga qaytarib olamiz, o'zini holatiga. Mana o'zini holatiga qaytarib olib, data setimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rishinglar kerak. Mana demak bizda mana ko'rayotganinglardek har xil holat turibdi. Yana obyektlar ham bor. Buni biz aynan label encoding bilan nima qilishimiz, ishlatishimiz kerak bo'ladi. Qanday ishlatamiz? Ya'ni mana bunaqa holatga qanday olib kelamiz degan holat bor, savol bor. Bu holatga qanday olib kelamiz? Buning uchun biz qilishimiz kerak bo'lgan joy bor, bilishimiz kerak bo'lgan joy. Buning uchun birinchi marta biz Pandasdan tashqari boshqa kutubxonani chaqiramiz. Eslab qolinglar, ya'ni uning uchun from bizda skleurning ichida maxsus xona bor. Ya'ni u preprocessingga xona bor. Bunda skleurunda bitta kutubxona deydigan bo'lsak, mana skleurun from skleurundan olyapman degani, nutda o'shani ichiga kirdinglar, tushunib olinglar, har bir kodning ma'nosi bor. Kirib, preprocessing xonasiga kirasizlar. Preprocessing. Chunki preprocessingni ham eslab qolish oson. Chunki biz aynan hozir ishlayotgan bo'lim preprocessing. Nimani input qilamiz? Label encoder. Label encoderdan input qilamiz mana. Ya'ni asosiy input for ishlatsak bo'ladi. Endi Pandasdan input qildik, xuddi shunga o'xshagan input for endi buni. Endi keyingisi biz o'zgaruvchi bilan belgilaymiz. Encoder deymizda, mana bu label encoderni chaqirib olamiz. Chaqirayotganda doim eslab qolinglar, qog'oz bilan chaqirishingiz kerak, call bo'ladi. Va encoderda kelgan chaqiradigan bo'lsalar, ko'ryapsizlar, mana bunaqa holat bo'ladi. Rangi ham xuddi shunaqa bo'ladi, ya'ni shunda bu fit bo'lmagan. Ya'ni hali ishlatilmagan degan. So'roqqa boradigan bo'lsalar, so'roqni yoniga not fit deyapti. Ya'ni hali ishlatilmadi degan. Eslab qolinglar, bunaqa holat ko'p keladi. Bu so'roq va documentation. So'roq ustiga bosadigan bo'lsangiz, sizlarga olib boradi. Ya'ni o'sha label encoderda documentation bor, o'sha veb-saytga nimalari bor, qo'shimcha ingliz tilidan xabaringlar bor, kelinglarni ham qo'shimcha o'rgansanglar bo'ladi. Men hozir o'tib beraman me'yorida, qolgan joylarini nima qilasizlar, qo'shimcha o'rganib olsanglar bo'ladi. Ko'radigan bo'lsangiz. Aytamiz kod. Mana. Endi bu encoderni ishlatamiz. Qanday ishlatamiz? Kodni aytib o'tganimdek, mana bu nimadan ko'ra, ya'ni label one hot encodingdan ko'ra ancha oson. Qanday ishlaydi? Buning uchun biz aynan tepadagi player name deng encoding qilmoqchiman. Mana bu objekt holatini integer yoki floatga aylantirmoqchiman. Uning uchun player name'ni kopiya qilasizlar. Player name'ni kopiya qilasizlar, mana tapetga qo'yasizlar. Mana bo'ldi. Mana shu holatdan bo'lib ketmasin, qaranglar. Buni ishlasangiz topolmaydi. Hozir menda nima bo'ldi? Post tirnoqdan keyin bitta katta tushib qoldi. O'shaning uchun bir xil bo'lsa. Ya'ni o'shanda ham xatolik bo'ldi. Bo'ldi. Ustun nomini qilasizlar.
Undan keyin fit qilasizlar. Teng qilasizlar. Keyin encoderni olasizlar. Va encoder qilayotgan ekan. Mana encoder bitta kodi bor xullas. U kod nima? Fit transform. Va fit transform. Fit transform bo'ldi va nimani fit transform qilsin? Aynan player name degan bo'ldi. Bu bitta kod bor. Ilk bo'lsanglar, mana bu yerda ko'rasizlar, player name'imiz nimaga integerga aylanib qoldi. Bo'ldi, yana alohida ustun yaratish yoki drop qilishlarga kerak yo'q. Hatto tekshirib ko'ramiz, dev hitni tekshirib yozing. Dev hitni tekshirib ko'radigan bo'lsak, ko'rasizlar, player name raqamga aylanib qoldi. Alifbo tartibida qaysi o'yinchi birinchi kelgani uchun o'sha alifbo tartibida aylantirib beryapti bo'ldi. Buni asl maqsadi shu. Asl maqsadi shu. Mana ko'ryapsizlar, 12, 342, 21, 28, ya'ni har xil qiymatlarni nima qilyapti, aylantirib beryapti. Ya'ni o'sha koding tomonidan oladigan bo'lsak, anchagina osonligiga guvoh bo'lamiz. Osonligiga. Endi mana qanday ishlayapti, boshqatdan ko'rib beraman. Demak, mana bu o'sha nima bo'layotgan, ya'ni o'sha encoding bo'layotgan ustunda yozib olasizlar alohida va tepada encoder qilib chaqirib olganmiz, uni olamiz va encoder qilish uchun bizga bir holatdan keyingi holatga transfer qilamiz, o'zgartiramiz. O'shaning uchun fit transform qilamiz. Ikki xil transform bor. Mana bu yerga ko'radigan bo'lsanglar ham fit bor, fit transform bor. Oddiy transformda o'zi ham bor. Mana transformda o'zi ham bor. Bu buni yaxshi tushunib olsanglar bo'ladi. Hozir tushuntirib beraman. Xo'p, qaranglar. Fit transform bilan transformni farqi. Chunki olishinglar mumkin-da, transform qilsa bo'ldi-ku, transform bir holatdan keyingi holatga o'tsa bo'ldi-ku degan farqi bor. Buni nazariy tushuntirib ketaman. Qaranglar. Fit transform qanday qiladi? Fit transform shunaqaki, mana bu datasetimiz. Agar sizlar data leakage degan tushuncha bor, data sizib chiqishi degan narsa bor. Bu keyingi holatlarda o'tamiz buni. Ya'ni qanday bo'larki, mana bu yerda fit so'zi qo'shilsa va qo'shilmasa qanday bo'ladi? Hop, hozir amaliy tomondan ko'rib berasizlar. Hop, endi ko'ramiz buni. Hop, demak, qaranglar. Demak, buni chaqiramiz. Hop, bizda playerda mana bu nimasini ko'raylik. Hali ham objekt turibdi playerda ham. Endi shuni mana buni kopiya qilamanda, mana pastiga transformda o'zini bajaradi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda chiqyapti not fitted deyapti. Fitted degani ma'nosi shu yerdan tushuntirib beramanki, mana bu bizni encoderimiz datasetni ichiga kirib o'rganadi. Ya'ni biz ham mana bu machine learningdagi asosiy qoida nima edi? Datasetni o'rganardik, xuddi shunaqa jarayonda o'rganadi. Ana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, hali fitted deyapti, hali o'rganmadi deyapti. Is not fitted deyapti. Shuning uchun agar fitted qiladigan bo'lsanglar, unda o'rgan oladi. Endi bunda o'z-o'zidan yo'q qiymat deyapti. Mana bunda o'rganda muammo chiqadi. Shuning uchun sizlarga to'g'ri kelib qolsa, ya'ni o'sha pre-processing qilayotganda fit transform yoki transform kelib qolsa, qaysi birini foydalanamiz degan deb o'ylab yuradigan holatlarga men qisqagina aytib o'tib ketdim. Demak, fit transform qilishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha ichidagi qiymatlarni o'rgangan holatda alifbo tartibida nima qiladi? Almashtirib beradi. Shuni yaxshi bilib olishinglar kerak bo'ladi. Demak, level encoder bilan vanqut encoderda umumiy solishtiradigan bo'lsak, umumiy koding tomonidan ham nisbatan anchagina osonroq bo'ladi. Mana, demak, asosiysi kutubxonasini chiqarib olasizlar. Mana 3 ta liniyaga qildim. O'zi bitta boks ichida oson qilsa bo'ladi. Keyin o'sha encoding bo'ladigan ustunda shuni yozib olasizlar, bo'ldi. O'z-o'zidan avtomatik nimalarni aylantirib beradi. Demak, level encoding shundan iborat. Kimda savol bor? Tushunmagan joylar bo'lsa so'rab olinglar. Menda savol bor. Eshitaman. Mana encode qilindi hozir. Raqam chiqarib berdi, masalan, 12, 356. Mana O'sha alifbo tartibida dedingiz, qanaqa ishlaydi shu? Uncha yaxshi tushunmay qoldim. Alifbo tartibida mana bu o'yinchi bor edi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana Alexander Moyer bor. Endi alifbo tartibida bu o'yinchini Aga ketadiganlar ham ko'p, to'g'rimi? Aga ketadiganchilar bor. Endi bir xil bo'lib qolsa, ozgina logikani ishlatasiz. Ikkinchi harf ko'pladi. Qaysi biri birinchi keladi? Raqam qo'yadi xolos. Alifbo tartibida degani o'sha qaysi biriga 0 qo'yish. Bo'ldi, undan keyingisiga 1 qo'yasiz. Teng kelib qolmasligi kerak-da mana. A bilan A ni solishtirasiz. Qaysi biri birinchi keladi?
Keyin u ham bir xil bo'lib qolsa, misol uchun A kelsa keyingi harfga o'tasiz. Xullas xuddi shu tartibda, mana misol uchun e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu Aleksandr Mayer futbolchini anaqasi e, raqami kichkinaroq keyingiga qaragan. Keyingi 300 ya'ni alifbo tartibida o'z-o'zidan ism butunlay ism bo'ladi. Endi hozir mana bu yerda mana buni ko'rayotgan bo'lsanglar, o'z-o'zidan Aga 0 olib ketdi. Bir xil A bo'lgani uchun-da. Agar misol uchun Abdulla degan ism bo'lganda edi, Abdulla bilan Ali bo'lsa, o'z-o'zidan Abdullaga 0 qo'yadi, Aliga 1 qo'yadi. Chunki Ani bir xilmi, keyingisi B ga o'tadi. B ni ko'radi. B bilan L ni solishlasa B birinchi keladi-yu. L ga qaraganda, to'g'rimi? Keyin keyingisiga qo'yadi. Xuddi shunaqa tartibda hamlab qo'yadi, shu alifbo tartibida shu bo'yicha ishlaydi. Ya'ni ketma-ket tekshirib chiqadi. Ya'ni o'sha jarayonda fit kerak bo'ladi-da, fit har birini ichiga kirib chiqadi. Keyin transfer yordamida keyingi holatga o'tkazib qo'yadi xolos. Demak, fit o'rganib berar ekan, transform keyingi holatga o'tkazib berar ekan xolos. Ha, tushunarli. Tushunarlimi Azatbek? Hmm. Xo'p, yaxshi. Demak, taniyasizda ham bormi savol? Ha, Eshitaman. shu transform faqat transform deb yozsa u o'zgartirib berib fit bo'lmay o'zgartirib beradimi shunda? Yo'q, fitni o'zgartirmadi-yu, ko'rdingiz-ku, kodini ko'rsatib ham berdim. Transformda o'zida. Bu keyin ishlatamiz. Hozircha sizga o'sha farqini tushunib oling degan maqsadda nima uchun fit transform bizning holatda ishlayotganligini uchun ko'rsatib berdim. Mana transformda o'zini qilganimizda demakda xatolik turibdimi hali ham? Yana transformda o'zini qilib ishlamadi. Ha. Fit transform qilganingizda ishlaydi. Fit qilib o'rganish kerak. Hozir o'rganilmadi. Ha. Lekin transformda o'zini ham ishlaydigan joylari bor. Bu preprocessingda emas. Keyinchalik o'tamiz. Shuning uchun Ha. ikkala narsa ham bor demoqchi ma'noda aytib beryapman. Chunki mana bu yerda ham ko'radigan bo'lsanglar, transformda o'zini ham tushuntirganman. Yani transform qanaqa holatda ishlaydi, transformda o'zi bor. Masalan, level to normalize encoding qanaqa holatda ishlaydi, bu ham ozgina o'rgansangiz bo'ladi. Tushundingizmi endi faqat? Hop, endi bizni asosiy ishimiz qoldiki, bu ikkala encodingni qiyoslash. Mana alohida bitta page qilib qo'ydim, ko'rgan bo'lsanglar. Mana bu one hot va label encoding, chunki savol paydo bo'lishi mumkin-da. Hozirgi paytgacha ozgina gaplashdik bular haqida. Qachon one hotdan, qachon labeldan ishlatamiz deb. Unda ishlatish uchun bizga albatta threshold degan tushuncha kerak bo'ladi. Ya'ni bilish uchun threshold degani o'sha bir shablon, ya'ni chegara qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana hozir qorada Asadbek so'radi-ku, ya'ni qanaqadir proporsiyasi bormi degan ma'noda. Ya'ni biz hamma datasetdan kelib chiqqan holatda proporsiya qo'yib olamiz. Aynan o'sha proporsiyamiz bizda threshold deydi. Threshold degan tushuncha bor. Qo'yinglar. Mana misol uchun threshold degan tushunchani yaxshi tushunib ketinglar. Misol uchun aytaylik, o'sha 16 yoshdan pasport olasizlar, 19 yoshdan misol uchun mana Koreyada sim karta olish mumkin. O'sha raqam, o'sha chegara sizlarda threshold bo'ladi. Bu threshold degan tushunchani ko'p ishlatamiz. Threshold qiymat bo'ladi. Ya'ni misol uchun oddiy budilnikka o'xshagan narsalar bu. Soat 6 ga budilnik qo'ysanglar, soat 6 da o'tib ketmaslik kerak, o'sha paytda choladi. Shunga o'xshagan umumiy tushuncha sifatida olsak bo'ladi. Buni threshold muhim bo'lgan tushuncha hisoblanadi. Demak, o'zimiz qo'yib olamiz threshold. Ya'ni one hot haqida gap ketyapti. Labelga farqi yo'q. Xohlagandaqa ustunga ishlab ketaveradi, alifbo tartibda qilib beradi. Lekin one hot ozgina nozikroq joy. Hozir ko'rdinglar, one hotda muammo bo'lib qoldi. Ya'ni o'ta ko'p feature bo'lib ketadigan bo'lsa. Demak, biz number of unit qiymatlarini topganimizda, aytaylik, ustunlarimiz soni 5 ta yoki undan kichik bo'lsa, one hotga qo'y. Aks holda labelga qo'yib turib olib ketishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, ba'zi holatlarda agar sizlarda aytib o'tdim-ku, agar mana bu qiymatinglar ko'p bo'lsa, mana bu 453 ta emas, 10 mingta, 20 mingta shunga o'xshagan holatlar bo'ladigan bo'lsa, undan kelib chiqasizlar sizlar. Nimadan kelib chiqasizlar? Va mana bunaqa, mana bu holatdan kelib chiqadi. Unik qiymat topganim qayerda edi? Mana bu holatdan kelib chiqasizlar. Ya'ni 10 mingta, 20 mingta bo'lganda ham hammasi 100 ta, 200 ta bo'lsa, unda to'xtaysizlar. Unda ishlatmaysizlar. Chunki o'ylanglar, bitta ustunda 100 ta bo'lsa, qolganlarida ham xuddi shunga o'xshaganlar bo'lsa, yana ustunlarning soni ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun demak, o'sha oldin shu oralig'ida ishlab ketasizlar. Ya'ni juda ko'p darajada featurelar ham bo'lishi shart emas. Shuning uchun hozircha sizlar o'sha xulosa qilib ketishinglar kerak bo'lgan joyini aytib ketaman. Demak, shunaqa number of unit qilganinglarda iloji boricha 5 ta yoki undan past bo'ladigan holat bo'lsin hozircha. Shuni eslab qolinglar. Lekin bu ham shunchaki shablon. Ya'ni aytib o'tdim-ku, birinchi o'tgangi darsimizda tushirib qoldirilganlar 50% yoki undan ko'p bo'lsa tashlab yuboramiz dedik-ku. U ham bitta example xolos. Bitta misol xolos. Hech qayerda 50% degan konkret birorta fixed narsa yo'q.
Bu holatda ham xuddi shunaqa. 5 yoki undan oz bo'lsa, ya'ni u ko'proq ishlatadigan holatni aytib o'tib ketyapti. Mana misol uchun bizda 4 bo'lib qoldi. O'shani nima qildik? O'sha holat bo'ladigan bo'lsa, one hotga qolganini labelga ishlab ketsak bo'ladi. Mana o'zinglar ko'rib turganinglardek misollar. Mana buni label bilan qilganda alifbo tartibida almashtirib beryapti. One hot encoding qilganda dumbbelllar yaratyapti mana. Label qilyapti. Bunda one hot encoding bilan amalga oshiryapti. Mana buni Apple'larda Apple chicken qilib alohida Apple chicken broccoli calories deb tuzib beryapti. Xuddi shu. Mantiqini tushunasizlar bu. Demak, one hot encodingni umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bu o'sha ustunlar soniga mos ravishda yana ustun yaratadi va 0 yoki 1 larni almashtirib beradi va originalini tashlab yuboramiz. Ya'ni uning uchun bizga gedamiz kerak. Kodiga mana uning uchun bizga concat kerak. Mana kodini ham o'tib yaxshi qilib yozib berdim sizlarga. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi, faylni tashlab beraman. Va drop, ya'ni originalini tashlab yuborishimiz kerak va qolganini o'zimizning asosiy featuremiz sifatida ishlatib o'tib ketsak bo'ladi. Va ularni concat bilan nima qilamiz, birlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu ham bir muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Buni yaxshi eslab qolishimiz kerak. Demak, one hot bilan labelda farqi shu. Demak, juda featurelarilar o'sha aytaylik o'sha number of unique qiymatlari ozroq bo'lganda one hotdan ko'p bo'lib ketadigan usullarni labellar. Shunaqa datasetlar bor, umuman one hot encodingni ishlatmaydigan holatlarimiz ham bo'ladi. Endi albatta sizlarda hammasi 100 200 dan ko'p bo'lsa ishlatmaysizlar. Lekin biz qo'limizda qurollarimiz ko'p bo'lishi kerak. Shuning uchun ham encodingni boshqa turlarini bilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi biz asli for loopni o'tishimiz kerak, lekin bu kattaroq mavzu bo'lgani uchun va keyingi safar imtihon olganimiz uchun buni o'tmaymiz, chunki imtihonimiz kengayib ketib qoladi. Shuning uchun demak for loopni keyingi darsga o'qib qo'yamiz. Buni bekorga o'tmayapmiz. E'tibor berasizlarmi? Biz har birini alohida-alohidadan to'ldirib, agar 20 ta featuremiz bo'lsa, bunaqa qilib 20 ta 20 xil kod yozib yurgani, nima bo'ladi, bizni vaqtimiz yetmaydi. Uni o'rniga jarayonni avtomatlashtirib, for loop orqali osongina qilsak bo'ladi. Shuning uchun for loopni o'tamiz, orqasidan for loopni data preprocessingga tatbiqini ko'rib beramiz. Xudo xohlasa bu 7-darsimiz. 8-darsda scaling o'tamiz. Xuddi shunaqa tarzda xudo xohlasa 9da biz sizlar bilan bir kichikroq bir model yasab ko'ramiz. Shunaqa ketma-ketlikda nima qilamiz, davom etadi. Keyingi hafta imtihon bo'lgani uchun, demak imtihonga shu paytgacha bo'lgan qismini nima qilamiz, o'tamiz. Demak, imtihonda birinchi marta imtihon bo'layotgani uchun sizlarga men ozgina tushuntirib o'tib ketaman. Demak, albatta nazariy qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni bittadan savol beraman, og'zaki savol bo'ladi o'tgan mavzularimiz bo'yicha. Keyin bittadan problem solving savol bo'ladi. Ya'ni problem solvingda data type'lar, operationlar, conditionlar bo'yicha bo'ladi. Ya'ni o'tgan mavzularimiz. Va machine learning taskdan bitta savol bo'ladi. Shuning uchun keyingi darsgacha, ya'ni imtihonimizgacha bitta datasetni olib tayyor qilib qo'yinglar. VS Code'ni tayyor qilib, datasetimizni tayyor qilib qo'yishlar kerak bo'ladi, chunki o'sha orada men so'rashim machine learning task qanday bo'lishi mumkin? Mana bu ustunda encoding qilib bering deyishi mumkin, one hot encoding yoki mana bu ustunda tushirib qolgan qiymatlarni to'ldirib bering deyishi mumkin, min bilan, mod bilan. Xuddi shunga o'xshagan tasklar bo'ladi o'tgan mavzularimiz. Koding tomonidan sizlar bilan savol javob qilmayapmiz, shuning uchun aynan oraliq imtihonimiz anchagina foyda bo'ladi. Demak, umumiy bizda 50 ballik sistemani baholaymiz. Shuni ham hisoblab qo'yinglar. Vazifamiz 5-dars uchun report yozinglar. GitHub yoki Kaggle dataset topinglar, 5 ta usulda tushirib qolgan qiymatlarni to'ldiringlar va 2 ta usulda encoding qilinglar. Va bulardan keyin sizlarda shunaqa bo'lishi kerakki, eslab qolinglar, mana bu tushirib qoldirilgan qiymatlar umuman bo'lmasligi kerak va mana bu tomonda faqat integer yoki float bo'lishi kerak. Ya'ni u degani hammasini, agar sizlarda 10 ta objektli bo'lsa, hammasini qilishinglar kerak degani. Demak, sizlar bilan bugun preprocessingni birinchi savol javob qildik. Men dropni ozgina tushuntirib berdim va preprocessingning eng asosiy mavzularidan biri bo'lgan encodingni tushuntirdim. Ikkita encoding turi borligini va ularni kodlari bilan umumiy sizlarga tushuntirib berdim. Demak, shu bilan endi keyingi darsimizda imtihon olamiz. O'zini vaqtida kiringlar, xudo xolasa. Xo'p. Demak, bugungi darsimiz bo'yicha kimda savol bor? Biz 5 minut qolibdi. Savollarga javob bersak, darsimizni tugatamiz shunday. Xo'p, kimda savol bor? Hop, Asadbek tushundingizmi mavzuni? Ha, tushunarli bo'ldi. Hop, yaxshi. Orada o'sha tushunmasangiz aytaverasiz, alohida tushuntirib beraman yana. Hop, Daniel sizgachi? Ha, tushunarli.
Hop, sizga ham shu fikr. Agar o'sha tushunmaydigan joyingiz bo'lsa, vazifa qilayotganda, o'sha vazifa topshiradigan vaqtga qaramasdan ertaroq so'ranglar, tushuntirib beraman. Aha, ho'p aka. Hop, demak bo'lmasa, shu joyda tugatamiz. Xudo xohlasa, keyingi imtihon darsimizda sizlar bilan ko'rishamiz. Hop, hammaga rahmat, yaxshi dam olinglar.